Erkaklar hurmatga sazovor zotdir. Ular ota-onani hurmat qilganligi bois ko'p aybdor sanalgan. Otamiz, ukamiz, amakimiz, tog'amiz, akamiz, ular erkaklar. Erkaklar haqida pozitiv fikrda bo'lishimiz kerak aslida. Bu vaziyatda o'g'lini manipulyatsiya qilayotgan onalarga o'g'lini berib qo'yadi buni qo'yniga. Men bilan yotib yurgin deb. Bizlarda kelinlar qiladi. Qilmasa haydab yuboramiz. Onajonlar, farzand tarbiyalayotganda iltimos, o'zingizga tobe qilib emas, haqiqiy erkak tarbiyalashga harakat qiling. O'g'lingiz 20 yoshdan keyin sizga emas, o'z oilasiga, ayoliga, farzandiga muhtoj bo'ladi. Ikkinchi xotin olib berganingiz bilan sizdan yashirincha birinchi xotini bilan, oilasi bilan yashab yurgan erkaklar kam emas jamiyatimizda. Ikkinchi kelinni baxtsiz qilganingiz qoladi xolos. Bu albatta ba'zi bir oilalar, ba'zi qaynonalar va ba'zi bir erkaklar haqida edi.